Dasturimizda sport xabarlari. Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari musobaqalarining Toshkent shahar bosqichi g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Yangi O'zbekiston sport siyosatida yoshlarni sog'lom va barkamol etib tarbiyalash, ularning iste'dodini yuzaga chiqarish hamda xalqaro maydonda vatanimiz nufuzini yanada yuksaltirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda tashkil etilgan Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari musobaqalari mamlakat sport hayotida muhim o'rin tutadi. Ayni jihatlar turnirning Toshkent shahar bosqichi g'oliblarini taqdirlash marosimida ham alohida ta'kidlandi. Toshkent shahri bo'yicha Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari musobaqalarida jami sport maktablarida tarbiyalanayotgan sportchilardan 7567 nafari musobaqalarda qatnashgan bo'lsa, ulardan 600 nafardan ortig'i ikkinchi bosqichga, ya'ni Toshkent shahar bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdilar. Va bularning ichidan saralangan 141 nafar sportchimiz dekabr oyida o'tkaziladigan respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdilar. Toshkent shahar bosqichining yakuniy natijalariga ko'ra 3-o'rinni Bektemir tumani, 2-o'rinni Yashnobod tumani, Murobod tumani sportchilari mutlaq g'oliblikni qo'lga kiritdilar. Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari musobaqalari 10 ta sport turida o'tkazilmoqda. Hududiy bahslarda g'olib va sovrindor bo'lganlar yakuniy respublika bosqichida o'z imkoniyatini sinab ko'rishadi. Toshkent shahar bosqichi ham katta raqobat ostida shiddatli kechib, o'g'il-qizlarni yuksak marralar sari yetaklaydi. Taekwondo sport turi bo'yicha 11 yildan beri shug'ullanaman. Musobaqalar zo'r o'tdi va xursandman yutganimdan. Prezidentimizga katta rahmat, shunaqa sharoitlar yaratib berganlariga va trenerim mehnatiga ham rahmat. Men boks sporti bo'yicha birinchi o'rinni oldim Olimpiya cho'qqilarida. Men Baholjon boks maktabida o'qiyman, Yunusobod tumanida. Xudo xolasa noyabrda respublika jarayonida birinchi o'rinni olaman. Mutasaddi tashkilotlar tomonidan musobaqalarda sport turlari bo'yicha birinchi o'rinni qo'lga kiritganlar televizor, ikkinchi o'rin uchun planshet va uchinchi o'rin egalari velosipedlar bilan taqdirlandilar. Aytish kerak, yurtimizda seleksiya, sport ta'limi va olimpiya tizimini yangi bosqichga olib chiqish ishlari jadallik bilan davom etmoqda. Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari turniri ham mamlakatimiz sport tizimidagi yirik loyihalardan biri bo'ldi. Mazkur tashabbus yosh avlodni sportga keng jalb etish, kelajak olimpiya chempionlarini tarbiyalashda muhim maydondir. Musobaqalarning respublika bosqichi Prezident olimpiadasi shu yilning noyabr-dekabr oylarida o'tkazilishi rejalashtirilgan.